Xo'p, endi rejim промышленность долевой. Dolevойimiz deylik, mana bu yerda hozir o'chirib qo'ying dolevой. Dolevой yo'q bizada. Mana. Dolevой yo'q, tekis bo'lishi kerak. Uni qanaqa qilamiz? O'sha dolevойga kiramiz, sizda dolevойga kiramizda. Detalli любой joyga, xohlagan joyimizga bosamiz, qo'yib yuboramiz. Ani ushlab turmaymiz mishkani. Ketrel bilan regulirovka qilamiz. Qaysi gradusda kerakligini. Bu mana mishka bilan agar mana qilib qimmatlatsanglar, ma'lum bir graduslarda to'xtab bo'ladi. Masalan, 10, 15, tam 30, 45, 90, 180. Mana hozir men buni qilsam, bu yerda mana gradus ko'rsatib turadi. Pastga qildim, shift Ctrl bosib turib, prosta pastga aniq qildim, u menga tekst tushirib beradi. 270 yoki-da tepaga qilaman buni. Tepaga qiladigan bo'lsam 270 emas, qancha 180 qilaman shunda. O'zi yo'qolib ketar ekan. Xo'p, agar mana boshidan qiladigan bo'lsam, tepaga qiladigan bo'lsam, mana 90 bo'ladi. 90 gradus. Qaysi anaqada kerak bo'lsa, ya'ni bunaqasi bo'lsa, bunaqasiga qilasiz. Ya'ni 0 gradus bo'ladi yoki 180 gradus bo'ladi. Dolevойni o'zini bu yoqqa sursak bo'ladi. Yana bitta jihati, buni uzunligini ham regulirovka qilsa bo'ladi. Длинani 10 sm qo'yaylik. Применить bossangiz o'shanda paydo bo'ladi. Bo'ldi, применить ekan gap. Men enterni bosib yotibman. Tak, длина 270. Tak, bu bilan tushunarli. Rejim промышленность. Endi ABC bu ma'lum bir yozuvlarni yozishga mo'ljallangan instrument. Masalan, menda mana ABC foydalangan. Bu yerda ham xuddi shunaqa dolevойga o'xshab Ctrl bossangiz tekst qilib beradi. Mana men bu yerda yozganman. Mana tekst deb aniq qilganman-da, посадка deb yozganman. Ya'ni mana shu yengni, mana shu joyi посадка bo'lishi kerak deb aytib o'tganman. Yoki любой o'sha создать qilgan tekstingizni, ya'ni liniyasini ustiga bossangiz, bu yerda o'ng tarafida o'sha свойствоsi chiqadi. Masalan, men imya detali qilmoqchiman. Imya detalida menda 48 turibdi. Nega? Chunki u yerda imya qo'yilmagan. Hozir yeng deb qo'ysam, e'tibor beringlar. Rejim detaliga o'tdim-da, yengni o'ziga, ya'ni любой bitta detalni o'ziga bossangiz, bu yerda imya detali bor. Imya detaliga kerakli ismni yozamiz. Yeng bo'l. U menga o'sha masjidga yeng bilan, ya'ni detalni nomi bilan razmerini yozib beradi avtomatik. Agar men prosta tekst qiladigan bo'lsam, men bitta tekstini yozishim kerak bo'ladi. Masalan, oldi yeng. Yeng yoki yana boshqa. Bu yerda ham xuddi shunaqa длинасini o'zgartirsa bo'ladi. Uzunasini 6 sm qilib qo'ysam, mana shunaqa bo'ladi, kichkina bo'ladi. Bo'ldi, применить. Xuddi shunaqa любой bitta detalga ma'lum bir kommentariyalarni yozib qo'ysa bo'ladi. ABC bilan tushunarli. Создать внутреннюю техническую точку. Внутренняя техническая точка ko'proq bizga вытяжкаga kerak bo'ladi. Deylik, tam orqa qismida mana bu atroflarida вытяжка bo'ladi. O'shani nuqtasi bo'ladi bu yerda. U nuqtani создать техническую точку bosib turib o'ziga bosamiz. Keyin bu yerda uni ko'rib olamiz. Bu yerda bazaviy tochkamiz bu yerda turibdi. Ya'ni bu точный tochkani o'zini razmeri bo'yicha, ya'ni qayerda joylashishi bo'yicha buni ham joylashtirishimiz mumkin. Xuddi mana X, Y
qanaqa bo'lsa shunaqa, masalan -12 da joylashgan, y 13 da joylashgan. Вот. И bu опорная точка emas. Bu yerda mana tipi bor. O'sha yerga bosadigan bo'lsak, agar petla bo'lsa petla qilib belgilaymiz. Karman bo'lsa karman deb belgilaymiz. Вершина вытяжки bo'lsa вершина вытяжки. Пуговица bo'lsa пуговица. Bizda вершина вытяжки, ya'ni вытяжкani eng tepa qismi deb aytiladi. Bo'ldi, men premis qilaman. Bu yerda уже menda nuqta hosil bo'ladi. Keyin men agar bu yerda вытяжкani hosil qiladigan bo'lsam, deylik tam условно bitta nuqta, bu yoqda nuqta qilaman deb. Уже bu yoqda ko'rsatib qo'yaman, что вытяжка mana shu yerda bor. Texniskiy точка ko'proq mana shunaqa narsalarga ishlatiladi. Так, keyin yana bitta instrument создать последовательность точек bor. U qanaqa qilinadi? Aytganimdek, masalan mana shu yerda bizda tugmalar bor, petlalar bor. O'shalarni belgilash yo'li. Создать последовательность внутренних точек qilaman. Выберите зону контура вспомогательной детали или внутренний вспомогательный элемент, линию, ось или сектор. Bizga hozir bu yoqda liniya, os kerak. Или вспомогательный liniya qilishimiz kerak. Masalan, deylik, endi bu noto'g'ri endi mayli mana shu yerdan qilamiz. Liniyani mana shu zgibidan qilib qo'ya qolaylik. Yokida -2,5 qilsak, bo'ldi. Hozir belgilangan nuqtamdan -2,5, ya'ni bu yoqqa ketdi u. Mana shu nuqta bo'ylab, liniya bo'ylab bizga hozir anaqa kerak bo'ladi. Belgilashimiz kerak bo'ladi. Mana уже belgilanyapti qizil bo'lib, ustiga bosdim. Так, от начала oldidan qancha odstup bo'lsin deb so'rayapti bizga. Deylik, tam 1,5 sm bo'lsin. От конца там 15 см bo'lsin. Tip внутренней точки. Xo'p, bizda bu yerda petla bo'ladi. Точка задним расстоянием. Число точек. Nechta petla bo'ladi? Masalan, 6 ta deylik. Расстояние. Oraliq masofani so'rayapti. Petladan petlagacha qancha masofada bo'ladi? Deylik 8 sm qilamiz. 8 kere 6, 8, в принципе. Точки с равномерно распределены, число точек. Bo'ldi, mana qildim. Hozir qilib ko'ramiz, keyin buni ham qilib ko'ramiz. Точки с равномерно распределены. Mana bu menga hozir nuqtalarni hosil qilib berdi. 6 ta nuqta bo'ldi. 1, 2, 3, 4, 5. Aha. Demak, mana bu yerda от конца расстоянияni sal kattaroq tanlagan ekanman. 10 sm qiladigan bo'lsam, shunda hammasi sig'adi. Mana 6 sm bo'ldi. 6 ta petla bo'ldi. Endi agar men точки с равномерным распределением qiladigan bo'lsam, nechta точкani mana shu liniyaga menga faqat o'sha 7 ta точкani tushirib bersang bo'ldi desam, u menga ravnomerno qilib распределять qilib beradi. Lekin mana shu oldidan ustidan 1,5 o'tadi. Yog'iga уже boshlab ketadi. Bo'ldi, okey. Mana menda petlalar уже hosil bo'ldi. Bu ham как texniskiy точка hisoblanadi. Andiza chiqarayotganimizda bu уже belgi bo'ladi bu narsa. Belgilangan bo'ladi.